Marshruttagi Santeniyami hozir mana aytgan Kassivskiga yangi hayotni oldiga nima ochilibdi. Magazin. O'shaga hozir hamma o'ylayapti. Men hozir keldim. Anchadan beri narsa olyapman. Yaxshi arzon narxlarda beryapti. Pullar ichkariga kiraylik. Aytib mana o'zimizda turist kubalar 100 yillar turibdi. 3 halildi, 50lik, 76lar turibdi. Mana Argos matbuotlari hamma yo'q rayni, hamma yo'q mana turibdi jamlanib. Mayta narx-navolar qilganmiz. Chevada bu aristonlarimiz germanskilari bor, o'zimiz O'zbekistonniki bor, rossiyskiy bor, italyanskiy bor ekan. Endi mayta turbalar mana, mayta mana aristonlar xilma-xil turibdi mana. Germanskiy 10 litrlik, 15 litrlik, 20 litrlik, 50 litrlik, 100 litrlik, 80 litrlik nimalar turibdi aristonlar. Bu turbalarni manga qaranglar, buni 3 metrligi 55 ming, 3 metrligi. Yarim metr, 1 metrligi bor. 3 metrligi nima qilgan narxi 2 metrligi 42 ming, 1 metrligi 22 ming ekan. Mana mayta atut-patutlar mana narxlarni hammasini chiqarib qo'yganmiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. Endi ichkariga kelyapmiz. Jonlar, salom. Katta yigit aytdi ekan mana ukaxonimiz o'g'li. Mana mayta raqamlarimiz bor. Akalar mashina nomeri telefon hisobing kechasi 1da bo'lsa ham, любой mahal kelaverasizlar aka. Xizmatimizni ko'rsataveramiz. Shu narxlardan arzonroq qilib. Shu narx qo'yilgan narxlardan ham aka, o'sha narx qo'yilgan narxdan ham skidka bo'laveradi. Xudo xolasa. Endi men kelaverasizlar mana. Mayta barchasi eng yaxshi qo'ygan mana qo'monimiz yushovoylar mana har xildan turibdi mana 3,5 ming, 3300, 315, 850, 750 anaqa qilib mana smesителlar cho'tkalar turibdi mana. Даже mana qolasang aqa-baqa buriladigan smesителlar bor. Bu nimalarga, kuxnyalarga mana ajoyib smesителlar olib kelib qo'yilgan ekan. Mana smesителlarni eng zo'rlari kelgan mana ko'raverasizlar. Xudo xolasa mana o'tyapti endi. Maytda endi mana turbalarimiz mana xohlagan turizda atvot-patvot trayni-maranilar turibdi. Mana 32 deysizlarmi, 25 deysizlarmi? Juda arzon narxda qilib berishyapti xullas. Tavsiya qilaman hammalarga. Mana aynaklarimiz kerak bo'lsa, dasha nimadan ham chiqibdi mana hozir par bo'lib qolsa knopkani ezasizlar, o'zi lokatsiya qilib, anaqa qilib tashib beradi, tiniq qilib beradi. Narsalar turibdi. Mana endi kelavering baqa. Aytdi mana qolgan do'konlar nimalari mana jeshilka, peshilkalar olib kelishibdi mana qo'z tovarlar. Xohlagan nimalar bor mana. Menga yoqdi, narxlari arzon ekan, yaxshi. Xudoga shukr. Mana kelavering baqa. Mana maytda moda nabor pichoqlar kerak bo'lsa, mana italyanskiy, fransuzskiy, belgiyskiylar turibdi. Mana idish tovoqlar mana misol uchun bir yoqqa borsangiz, lama pam oladigan bo'lsangiz, idish tovoqlari mana turibdi. Hammasi zo'r, cho'tki mana maytda. Даже ali somsaxonalarga, nimalarga patnislar ham bor ekan, mana zo'r, chiroyli patnislar, qaranglar, ko'ringlar. Men endi ko'proq nima Santeniyga to'g'risida qilaman, endi baribir kirganga yarasha hamma yo'lda to'g'rilaydi. Mana maytda ajoyib kraskalar, narxlari va shu arzon ekan. Ancha-muncha nimadan ular sotilmaydi. O'pdim ekan endi xullas. Endi men yoqqa kelyapmiz mana. Mana cho'tki kraskalarga nimalar ekan. Mana endi o'zimizda beton qo'yadigan ustalarga mana har xil chiqibdi. Bunaqalarni ko'rmagan ekanman. Ajoyib ekanmi? Ashi zo'r. Yar yo'q. Endi mashinalarni ham qo'yishib nima qilishibdi. Mana endi navbat mana Santeniyga keldi. Qurollarga ham kerak bo'lsa mana plastmassaviy 10 kilo, 15 kilo, 20 kiloliklargacha turibdi. Endi mana malatoylardan men eng qiziqqani mana shu narsani men topolmay yurdim. Mana hozir chiqibdi. Bu alayda misol uchun sentralnilarni ko'rayotganlarida nima qilayotganlarida yaxshi narsa ekan, qattiq ekanligini bilmadim. Made in Italy ekan. Sambesni ekan. Xudo xolasa. Mana endi maytda ko'ryapsizlar. Nimalar ham zo'r, chopqilar ham. Shaytonda ham 9 xili bor ekan. Kichkinasi 10 grammligidan 10 santimetrligidan tortib 30-40 santimetr, 1 metr, yarim metrlargacha bor ekan. Даже 1,5-2 gacha bor ekan. Men yoqqa endi kelamiz, mana qashilari ham dadalari kelibdi. Atrofga deysizlar nima qilasam, mana shu yerda ham savdo qilinglar. Yangi ochilgan do'konni ko'ringlar, narxlarni ko'ringlar. Iltimoslardan. Ilohim sog' bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishaylik, shu yerda Santenik.